Ikkinchi mashqimiz 7-savoliga keldik. Bunda qaysi ifoda 5b minus b plus k taqsim b ga teng deyapti. Bunda b 0 dan katta bo'lsin deb shart bergan. Buni birinchi hisoblab chiqsak, umumiy maxraj beramiz, ya'ni b bo'ladi. 5b ni b ga ko'paytirsak 5b ning kvadrati va oldagidagi minus ishorasiga e'tibor berib, minus b minus plus minus b minus k ko'rinishda bo'ladi. Bu C javobimizda berilgan. Keyingi savolimiz, ya'ni 8-savolimizda qavsda 6x plus 8, 3x plus 6 taqsim 12x plus 24 ifodani soddalashtirib, hisoblab qisqartirishimiz kerak va u ax plus b taqsim 2 ko'rinishidagi ifodaga teng bo'lib, bunda a nechi va b nechiga tengligini topib, bundan a plus b ni ham qiymatini topib qo'yishimiz kerak. Bizdan shuncha narsani so'rayapti. Birinchi buni soddalashtirib hisoblab olamiz. 6x plus 8 dan 2 ni chiqarib olamiz, ya'ni umumiysini 2, 3x plus 4, 3x plus 6 dan umumiysi, ya'ni 3 ni chiqarib olamiz. 3 qavs x plus 2 qoladi. Maxrajdan esa 12 ni, qavsimizda x plus 2, bular qisqarib ketadi. 3 bilan 12 qisqaradi va 4 qoladi. 2 bilan 4 ni qisqartirsak, maxrajda 2 qoladi. Suratda 3x plus 4, maxrajda esa 2. Bunda aytib o'tganimizdek ax plus b taqsim 2. Ax dan a 3 ga teng bo'ladi, b esa ko'rinib turibdiki 4 ga. A teng 3, b teng 4. A plus b ning qiymati 3 plus 4 teng 7 ekan. Xo'p, keyingi savolimizda, 9-savolimizda mana shunday ifoda berib qo'ygan. Bunda qaysi ifoda qavsda 3 ildizosi a minus ildizosi b qavsomning 2 taqsim 7-siga teng deyapti. Sharti a katta b dan bo'lsin, b katta 0 dan deb shart bergan. Buni qani hisoblab olsak, mana bu yerda maxrajdagi 7 ildiz ostiga, ana shu umumiy ildiz ostiga kiritilganda suratga chiqib qoladi, ya'ni 7. Keyin ildiz ostida ifoda buning qavsda kvadrati bo'ladi. Va buni ochib chiqsak, 9 ta a minus 2ab minus 2ab bo'lganda 2 ravch 6, 6 ildiz ostida ab plus ildiz ostida b ning kvadrati b ga teng. Va javobimiz D. Keyingi savolimizda quyidagi ifoda berilgan. Uni soddalashtiring va qaysi javob variantlarida bor. X ning 4-chisi plus 16. Bu ya'ni x ning kvadrati minus 4. Ochib chiqsak ham x ning 4-chisi minus 8x kvadrat plus 16 ga teng bo'ladi. Bu ko'ryapsiz, x ning kvadrati minus 4. Bu yana qo'shimcha ifodaga keladi. X minus 2, x plus 2. Mana yozib olsak, x minus 2 ko'paygan x plus 2 ning qavsda kvadrati. Xo'p, mana bu yerda ham bo'lish kerak edi. Yozsak, x minus 2 ning kvadrati va x plus 2 ning kvadrati. Mana shu yerda texnicheskiy xatolik bo'libdi. Plus 2 ning qavs kvadrati bo'ladi. Keyingi darsimizda 11, 12, 13, 14-savollarni ko'rib chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.